هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hörmətli televizor görüşlər. Mana bu Rasulullah proqramımızın 28-ci sanını görüşənlərdən qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yılğun. Qadirli görürmələrimiz həmala məlum bolğandak bu mübarək ay başlanğan gündən tatib hər günü şu saatlarda ekranlarda olub atqan proqramımız mana şuna qılıb ən axırqı küllürgə gəldik inşallah. Ədiki yana bir san proqramımız bilan bu mübarək ay Ramazan ayını tügəb xoşlaşımız Ramazan ayı bilan Rabbim inşallah başlanğan gündən tatib biz bu yolga çıqqan vaxtda bu mübarək ayının fəzileti bilan birgə bizga yol başçı bolğan suyumlu peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki ana şu güzel ahlakını, iş fəaliyyətlərini özümüzden hayatıda özgertiş elib beriş eyi bolğan, bütün müminlərin özgürüş eyi bolğan, karar alıdığan hayatımızda nurgun güzel kararlarını elib özümüzde bir özgertiş peyda qilish üçün bolğan bu güzel aylarda inşallah şu niyetimizge yarışa özümüzni özgertəlgən bolsaq bir nəsləni hayatımızga bir yeni nəsləni qoşalğan bolsaq biz nima degan baxtlik. Kechirim so'rayman chunki bir qancha kun bo'ldi mendan mijozim yo'q. Qattiq sukan bilganbek ig'irlashib ketdi. Şu programda yana shunday avvar qilishim mumkin. Ama chidib o'tayli deb oxirgi kungacha har kuni munosabatimiz. Bugungi programmamizningki hammalar ma'lum bo'lgandek har temamizda bir temani tutib turib munosabatimiz Rasululloh va deb degan shaklda. Bugun ham deb atiki programmamizda biz Rasululloh va biz deb to'xtalamiz. Ya'ni biz bilan bo'lgan aloqasini ta'sirli bir program bo'ldi inshaalloh ata. Ama bugun Rasululloh biz bu mübarek ayının içinde Peygamberimizin güzel ahlakını öğrendik. Hem de Ramazan muşundaq bir özgürüş eyip, nurgun bereket, her emelle hasselep ecir berildiğen, Ramazan tutkan rozumuzdan ve ecerini Rabbim men berimen dep öz üstüge elip ağan ve sanaksız adetteki bir nefli ibadetlerimi Ramazan'dan sırtı kılınan perizlerinin beraber kıldığı derecede əməllə həsləb əcir verildiğən müşündə bir mübarək ay. Təqvadarlığımız aşqan, keçiləri qiyamda bolğan, gündüzləri rozada qat-muqat ibadətlərin içində ötkən bu Ramazandan keyin çox. Bilən temimiz bu yəni. Ramazandan keyin çox. Yəni Ramazandan keyin bu Ramazanın içində yaşayan bu ruhi halətimiz, keyfiyyatımız, yəni burunqu halətə kəb qilish kerakmi? Yoki qandaq bir mümin, bir Müslüman bo'lishimiz bilan Ramazandan keyin qandaq bir mümin bo'lishimiz kerak. Bu Ramazan ichida tutgan ro'zlarimiz, o'qigan namozlarimiz, qiyomlarimiz, bularning hammasi Ramazandan keyin davomlashishi kerakmi? Bu shu qilgan ibodatlarimizning maqbul bo'lganligi Alloh dargohida buni qandaq biladi bir mümin? Ya mening mush bir oy tutgan amallarim Rabbim dargohida qabul bo'ptimi deb qalbimizga bir xushallik keyfiyatı beriş üçün onun alameti nima? Bu meseleler toxtalamiz inşallah bugün. Ahirqinin bir aldiki program bo'lib bilan çünkü ayeti başka bir program buldu. Şunun için müştemilat toxtalsaq deb ekranlarda turibdik. Rabbim inşallah müyesser qılınğan, muvaffaqiyat qazanğan müminlərdən qılsın. Programımızın daimlik mehmini hammalar tanışıb bolğan dəvətçi Şərq Türkistan Ölümalar Birliği azası hörmətlik Habibullah Gülsani Usta'nın təklif qoldu qimmatli vaxtını çıxırıb qədəm təşəkkür qılğanı üçün köp rəhmət etimiz. Rəhmət. Allah kəsəllərə şifalar olsun. Amin, amin. Bir ay boyunca sizlərə səbir qılıb hər günüm üçün səbir qılıb qatnışıb bəli köp rəhmət etimiz. Qadirli qandaşa programımızda meydandan taqitli vaxtı tünügündən başa proqrama məsələ çıxqanlıq üçün naq meydandan ekranlar bulamadık. Bizden məxsusmuş o yani naq meydandan program taqitqan kompüterimizdeki texniklik məsələ səbəbidir. Tünügünmü dedim. Bugün ve erteki programımız bu şekilde YouTube'da şu
e'lon qilamiz inshaalloh. Shu yerdan ta'qib qilasizlar. Ustoz, unda bo'lsa programmamizni boshlasak. Hamda Ramazondan keyinchi deb qo'ydik. Men kirishni biroz dedim hamda. Shundaq bir ruhoniy bir oyni boshdan kechirdik. İnşallah Rabbim qabul qilgan bo'lsin bu amallarimizni. Sahobalar Ramazondan keyin ta 6 oygacha shu tutgan bir oydagi amallarimni qabul qilin deb tilishayotgan hamda ansirab. Biz nurg'unlagan islom dunyosi xuddi Ramazondan chiqib ketgandan keyin yana burunqi o'zining sanimiga daslaydi deydigan bizning tilimiz hamda. Ashuna ahvol Ramazon musulmonligi ko'p bo'lib ketgan bir ahvolda yashayapmiz. Buni biz biroz to'xtalish uchun oldindan biz Ramazondan qanday foydalandik degan müşahidan boshlab kirsak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, summa elhamdülillah. Allah subhanahu wa ta'ala hamd sanalar bo'lsin. Can Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e durut ve selamlar bo'lsin. Allah subhanahu wa ta'ala şu Ramazan ulug' ayda bütün Müslümanların taat ibadetlerini, qilgan dualarını icabet qilsin. Amin. Hamda to'g'ri biz nihoyatda dabdublik boshlangan Ramazonni bir necha burun kutib olgan edik. Osmonda arsh-alada jannatning eshigi ochilish bilan, do'zaxning eshigi etilish bilan, shayton mal'unni turmaga tashlash bilan ajoyib dabdublik bu Ramazon boshlangan. Endi bu Ramazonning kunduzlari Qur'on o'qish, taat, ibodat bilan, kechalari qiyomul layl, tahajjud, taravih bilan mushundaq o'tdi. Nihoyat güzel o'tdi. Lekin biz shu Ramazondagi asosliq maqsad bo'lgan birinchisi taqvolikdan iborat. Bu esil xislatni o'zimizga o'zlashtirdikmi? Alloh subhanahu va taolo la'allakum tattaqun, bu Ramazon sizlarning taqvolik darajasiga yetish uchun farz qilindi dedi. Demak biz mush oyda taqvodorlarning diplomiga erishaldikmi, erishmadikmi? Asosliq savol. Asosliq savol bu. Endi bu oyda men degandek qattiq taat ibodatlarni o'tdik. Bu oyda mushu taat ibodatga sabr qilishni ve taat ibadatga chidamchanlik ko'rsatish ini ve şu seviye bizde yetildimi yetilmadimi? Mesela bulubmu taqvolikchi. Allah aniqlandi dedi. Uyg'urcha savol. Ramazon nima uchun farz qilindi desa, Ramazon taqvolik yetildirish uchun farz qilindi deymiz. Endi bu taqvolik degan gap bu insonning qalbida bo'ladigan bir tuyg'u bu. Yani Allah'a bo'lgan bir tuyg'u, bir xil uyg'oqlik, bir xil noyat nozik sezgu bu-chu taqvolik. Endi bu qalbda asta yetilib, üsüp yetilsa bu taqvolik, derhal ish hareketlerimizde, gap so'zlarimizda o'zgarish bo'ldi. Shuning Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam dedi. Sizlarning biringlar ro'za tutib olgan bo'lsa dedi. Ahlaqsiz ish hareketlarda bo'lmasin dedi. Yarfus degan nima shu? Ahlaqsiz ish hareketlarda bo'lmasin. Yoki bir hadisda iza asbaha ahadukum saiman deydi. Sizlar biringlar ro'za tutgan holatda shu kuni ro'za tutgan holatda bo'lsa, fala yarfus deydi. Ahlaqsiz bir ish hareketlarda bo'lmasin. Wala yajhal, nadallik qilsan bo'lsin deydi. O'ylab baqsan, nadallik. Yani sen Ramazan'dan burun nadan bozan am nadallik qilma deydi. Fa in imru'un shatamahu deydi. Bir adam seni tillasa, İmam Ahmed'ning hadisida bir adamga aziyat bermanglar degan. Wala yu'zi ahadan deydi. Bir adam seni tillasa men ro'za tutib oldim deydi. Mushuni o'zimiz taqvolik hamda. Muşunda ölçemli koydu. Ro'za tutgan adam yolg'on gap qilmasin, boshqalar bilan suqishmasin, axloqsiz ishlarni qilmasin, axloqsiz gaplarni qilmasin deb, ma ro'zadagi taqvodorlikning ma'lum qismini deb qo'ydi Alloh subhanahu. Ya'ni amaliy Ramazonda qilgan ish. Taqvodorlikning dois kengurg'u davomli qalbning o'yg'oq turishi bu taqvolik. Endi hech bo'lmasa Ramazon deydi. Mush yolg'on gap qildigan, boshqalar bilan jidallashadigan, suqishadigan, boshqalarni tillab qo'ydigan, nadonlik qildigan, boshqalarga aziyat turgan ishlarni qilma dedi. Ramazonda biz mushlarni
Chuqum mencha har bir musulmon mushlarni qilmaslik kerak, ham qilmadi deb qarayman. Lekin afsus, hozir bizning shu WhatsApplar, to'plarda, u yerda bu yerda yana taq bir-birimizni vatanni qo'g'dash nom bilan, dinga igi chiqish nom bilan boshqalarni tilayotganlar taq to'xtamayotdi. Hammasi xato. Sen boshqalarni tillab vatanga chiqamsan. Birdan-bir dushman, kommunist, uni tillasang uzr va. Uni boshqa kim tillaysa yana? Ish qilganlarni tillaydigan. Nima ish qilsa sen ishni men degandek qilmading. O vatanning davosi sen degandek bo'lmaydi. Agar sen degandek bo'lash bo'lsa azod topilamiz biz. Shuning uchun mushu diplomni oldiqmanmi tamam. Ammagan bo'lsak qarindoshlar. Hatto og'am bo'lsak, buningdan keyinchi mana Ramazondan keyinchi degan shu. Amaldan qolmaslik kerak-da bu. Amaldan qolmaslik kerak. Eng muhim masala yani Ramazondan biz nimani foydalandik degandiki, biz yani demakchi o'g'ini o'zimizdagi nachar illatlardan qutuldikmi, qutulmadikmi? Va o'zimizda biray yaxshi sifatlarni yetildimi? Masalan, men sizga aqalli bir narsa aytay. Men Ramazonning haq-hurmati va Ramazonga bo'lgan samimiyatini bildirish uchun buningdan keyin men bir Uyg'ur musulmonlarning g'aybatini qilmayman deb o'ziga va'da bersin bir odam. Masalan, Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi nima deydi bo'lsa, men balog'a yetgandan tortib bir musulmonning g'aybatini qilib baxmadim deydi. Lam ag'tab musliman munz ihtalamtu deydi. Balog'at ketgandim ya. Balog'a bir odamning g'aybatini qilib baxmadim deydi. Mana Ramazonda shunda bir o'zimizga va'da beraydi. Tamam, men bir Uyg'ur musulmon kayni bo'ldi g'aybat qilmayman. Hech bo'lmasa buningdan keyin men bir musulmonni, bir Uyg'urni haqoratlab tillamayman. Shunami? Men vatanim uchun inshaalloh manchilik bir ish qilaman deb mana bu taqvolik degan shu. Ya'ni Ramazonningki, ya'ni nima o'rgandi yani. Demak, so'rashimiz kerak. Masalan, Ramazonda nafsimiz bilan kurash qildik. Shunami? Nafsimizdan kurash qildik. Nafsimiz ustidan g'olib keldikmi, kelamadik. G'olib kelgan bo'lsak-chi, buningdan keyin nima bo'lmoqchi? Demak, shunda qiliq nurg'un har bir musulmon o'zidagi qanchalik yaxshi sifatlar yetildi, qanchalik yomon sifatlardan, yomon odatlardan qutuldi va taqvolik diplomini, ya'ni tavlolik diplomi deganning diplom deganki mahbu 60 elib diplom oldi, 70 elib diplom oldi, 80 elib diplom oldi. Sen maş taqvolik diplomidan nechini bir bilan o'tdim. Mana mushu Ramazonda nima foydalandik deganga, ya'ni mushni ham bir musulmon o'zidan so'rash kerak. Xo'sh. Endi shu deb o'tganlardek har bir mu'min Ramazonda kirishi bilan tang shu har xil ibodatlarni qilgandan keyin nurg'unlagan Ramazonning ilgirdagi o'tkazgan xatoliklarga, kamchiliklarga, nuqsonliklarga Allohga tövbe qilib, va'da berib, ya Rabbimiz o'zgarsang deb nurg'un va'dalarni berib qilsam deb. Afsuski shu chiqib ketgandan keyin yana o'z o'rniga qaytib qolgan ishlar var. Bu Allohga bergan ahdini buzish doirasiga kirib qolgan bir xatarlik ish. Buni biroz ochsaq, bu qanday bo'lib qoldi? Mushu bir echinishli Ramazon musulmon bo'lish. Bir oy musulmon bo'lish, bu bir echinishli ahvolamda. Agar mush Ramazonda yaxshi Ramazon tutib, mush Ramazondan yaxshi bir foyda olgan inson bo'lsa, ya'ni shu insonda bir taqvodorlik sifati yetilgan inson bo'lsa, masalan Ramazonni haqiqiy abiya biz degandek g'ayva shikoyatdan xoli, saxtpazlikdan xoli, yag'anchilikdan xoli ro'za tutdi. Kechalari haqiqiy Allohga sig'inib taravih, tahajjudlarni o'qibdi va quldan kelish tirishib ibodatni qilgan bo'lsa, buni bu odamga deydigan gapimiz Allohga hamd etgin. Chunki Alloh seni muvaffaq qilib mushta qildi. Alloh muvaffaqimiz qilmaydi. Va oxirgi tiniqing chiqichilik davomlashdi qarindishim. Va Ramazonda Allohga mushundaq yaxshi banda bo'laman deb Allohga sig'inib, Allohga duo qilib, yaxshi odam bo'lib, Ramazondan keyin Ramazonning chapini selitadigan mandaq va'da vafo qilmaydigan bir oylik Ramazon musulmon bo'lib qolishdan hazar aylaylik. Bizning deydiganimiz shu. Bu Ramazon chunki Ramazonning maqsadi bu emas. Ramazonning maqsadi bizni ruhiy jihatdan, jismoniy jihatdan tarbiyalab darajamizni o'stiradigan oy bu.
Xo'sh. Darajamizni tushiradigan ay emas yoki bir oylik ish emas bu. Bizning darajamizni ruhiy jihatdan, jismoniy jihatdan tarbiyalab, balki bizni bir palla yuqori ko'taradigan ay bu. Xo'sh. Biz o Allah'ını Ramazan'dan başka vaqtda tunmaydigan musulmon bo'lib qolsak bo'lmaydi. Tamam. Endi to'g'ri, masalan, ba'zi qarindoshlarimiz bu Ramazonda masalan qanday qilgan bo'lsa, qanday bir ishlar bo'ldi desa, ba'zi qarindoshlarimiz Ramazonda namozlarni joyida o'qiydi. Ramazon ichkasida namozlarni joyida o'qimaydigan. Yoki Ramazonda jamoatga chiqib, Ramazondan keyin jamoatga chiqmaydigan. Bumi o'sha Ramazondagi va'daga xiloflik qilgan, Ramazondagi ibodatga xiloflik qilgan bir ish. Hamda masalan Ramazonda yolg'on gap qilishni, saxtipazlikni, qo'ymichini tashlaydi-ku har qanday qadam. Ramazondan keyin meni yolg'onchi saxtipazlikni asli keltirib olsa, yana bu bir oy Ramazonlik musulmon bo'lgan bo'ldi shu. Bu bek muhimchu. Chunki bir oy yolg'on gapmasini o'rganding, demak 9 oyni 11 oy yolg'on gapqilsam, gapqilmaymi, yashig'il bo'lganligini bildirdi Alloh subhanahu wa taolo. Mesela aniki Ramazandaki mesela Ramazanda vay ibadet edip televizorlarını takıp internetteki bazı naçar narsalarni kömey kılımız hem de Ramazanda. Ramazandan kim şuna davamlaştırır? Eğer Ramazandaki lam kinoxanı teppasan, tansxanı teppasan, demek sen yine bu çatak çıktı. Hatta bu nemini bildirdi dese, aş adamın Ramazan'ın kubul olmaganlığını bildirdi. Hoş. Çünkü ibadetning qabul bo'lgan bo'lmaganligini qanday bilamiz desa, şunun bir necha alomatlari var. Bir alomati sening şu ibodatni qilishdagi holating bilan ibodatni qilgandan keyingi holatingda bir o'zgarish bo'ldi. Buni bilish kerak. Köpten köp rahmetine ait yaxşı içip böyle Allah razı olsun. Ama şu ahırda sözlerine ahırda Ramazan Müslümanlardan buluştun hazır aydaş doğrusu bir kançı gap oldu. Hakikaten demişim o köpligerlerimiz bulup mu yaşlık devirini yaşavat kalla. Ramazan'da malum ibadetlerge berilip yaxşı işlerini kılıp kıgan bolsun yani Ramazan'dakin barı bağan sıra septin düşüp kaldıgan yani özününki altıga qaytıp kaldıgan işler köp körüldü hemde. Yaşanğanlardan köprek yaşlarda. Bu şu meseleni biraz açsak hamdır Ramazan Müslümanları. Bu şu Ramazan Müslümanlardan bu kalmayla eden gap Ramazan'da ne iş kılımız? Ramazan'da roz tutumuz şunda koy. Ramazan'da Kur'an okuyumuz. Ramazan'da taravih okuyumuz. Ramazan'da sadık fitr berimiz. Hoş. Bir qatar amellerini kılımız. Ramazan Müslümanları bakmaydı gap Ramazan'dan keyin mesela farz roz bulmuşmu? Şevval ayınki Şevval kılgan 6 gün roz. 6 gün roz. Düşenbe, Peyşembe günün rozunu devam Resulullah taşlamay roz tutup gelgen. Haftada 2 gün. Haftada 2 gün. Bunu kılsak, bunu kılaydı. Mesela Ramazan'da zakitimizden sadık fitr berip olsak, Ramazan'ın sırtında i'ana sadakat var. Elbette. O sadakatni Allah subhanahu wa ta'ala. Bu yaxşılıkla yollar tügmeydi yani. Tügmeydi. Mesela Ramazan'da taravih okuytuk. Ramazan'dan keyin qiyamul layl var. Teheccüd namazı var. Mesela Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aleykum bi qiyamul layl. Silamaş kech teheccüd namazını üzerinize lazım tutunlar deydi. Çünkü fe innehu da'bus salihin qablakum. Çünkü keçis namazı okuş burunqi salih kişilerinin işi deydi. Adeti deydi. Yani sen bir salih takva Müslüman da atılış için keçi namazı okuşun gerek deydi. Ve maqrabetun ila rabbikum deydi. Allah'ı yıkıllaştırdığın ibadet deydi. Bu teheccüd namazı insanı Allah'a yıkıllaştırdığın ve mukaffiratun lisseyyat deydi. Günahlarını bütünlüğü juytadığın ve menhatun anil ismi seni günahdan tutup kaldı o keçi okuyan namaz deydi. Metradetun liddai anil hasad deydi. Yani sende hasadxo'rlikni tug'digan namoz bu kech o'qiydigan namoz. Zaman Peygamber Aleyhisselam bir hadis-i şerifte afdalus salati ba'dal farida qiyamul layl degan. Farz namozdan qipqasına en katta namoz kechsi o'qiladigan namoz degan. Şun Peygamber Aleyhisselam bu teheccüd namazını meyli seferde olsun, meyli ailesinde olsun qat'iy terk etmegen. Yani bizninki
nima namoz o'qib qolmaydi, Ramazan musulmon bo'lib qolmaydi deganda buni ko'rsatamiz. Ya'ni yaxshilikning yo'llari, savobning yo'llari, u Ramazon bu oylar, Ramazon degan bir oylam emas. Zakat islom faqat Ramazonda bir boshqada birgan ish emas. Namoz desa, davomli mushta oyig'i bor, mushni davomlashtiraylik demoqchi. Shuni maqsad qilmoqchi. Albatta o'zimizningki bu Ramazon xuddi bir uzun safarga chiqmoqchi bo'lgan inson mashinasiga lip-miliq bir moy qo'yib olgandek, yana bir bekatga berib qo'yish, yana bir Ramazon kelib qo'yish, bizni energiya jihatdan, ruhiy jihatdan kuchlantirish uchun bir bekatda bor. Telefonni zaryadlab olgandek. Aynan. Rabbim inshaalloh haqiqatan oyning hafta tutgan 2 kunlik ro'za bo'lsin, oyning 13, 14, 15-kunlik tutgan ro'za bo'lsin. Ashilinmasanga bir oy ro'za tutgandek bo'lganlik to'g'ri hadislar bor. Xo'sh, inshaalloh endi mushu Qur'oni Karimda bir oyat bor. Wa'bud robbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Robbingga hattoki sana o'lim kelguncha ibodat qil degan. Buni biroz ochsak. Endi bu shu oldingi savolga munosabatli ekan-da. Tamam. Biz shu Ramazonda hammamiz endi bir musulmon, uzr billah, namoz o'qiydiganlar namoz o'qiydi. Masjid kelmaydiganlari masjid keladi. Kechilari namoz o'qimaydiganlar Ramazonda kechida namoz o'qiydi-ku. Endi bu va'bud robbak hatta ya'tiyakal yaqin degani sening majburiyating. Ta yaqin demaydi, o'lim maqsad. Sen o'lim kelgichilik Allohga ibodat qil. Deydi. Yani demek bu insanın yaratılışındaki asası maksat Allah subhanahu ve ta'alaga ibadet qilish. Endi bu yerdagi ibodatdan faqat Ramazonlar maqsad emas. Ramazon islomdagi 5 farzning 4-si. Yani ibodat deganninki eng boshqalarga ya bizning masalan hozir biz Uyg'urlarga nisbatan imondan qibla qolsa shu vatandagi zulmni yo'qotish, vatandagi tajovuzlarni qo'llab chiqarish bu Allah en yaxshi ko'radigan ibodat. Tamam. Bizga Allah bu oyat orqali aytsa sen ulguchilik Allohga ibodat qil degani, sen zada ulguchilik haqqoniyat yo'lda man Allah farz qilgan ibodatlarni qil, nafl qilgan ibodatlarni kuching yas qil, haromdan jiroqda o'mashna o'z ibodat. Ya'ni ibodat insonning yorilishidagi tub maqsad bu. Anigan ibodatni nurg'un qarindoshlarimiz tor doirada tushiradi. Bu ibadet degani emas, masalan, xuddi namoz o'q, masjid solgandek cho'ng zavod korxonani silish ibodat. Masjid solgandek qavat-qavat oliy maktablarni silish ibodat. Ramazonda masjidda namoz o'qib, taat ibodat qilgandek tajriba xonlarni qurib, tajriba qilishning o'zi ibodat. Niyat islom uchun bo'lsa. Islom uchun bo'lsa. Shuning uchun bu hatta sen Rabbingga o'lguchilik ibodat qil deganda mushusini tushunishimiz kerak. Yani külemleşken zavod, külemleşken işlep çıkarış meydanları, yezigilik meydanları, pirmila, muşunun hemmesi ibadet. Zavodla mescidden farklandırmayım ben. Zavod, kanda mescid, kanda Allah'a ibadet kıldığı olsa, zavod Allah'a şunda ibadet kıldığı. Biz mescidle ibadet orun devleş kata. Çünkü ibadet degen nemu degen vaxtıda Seyyid-i Kutub rahmetullahi aleyh yer şarını güllendiriş deb cevap vergan. İbadetin ma'nosi yer şarı. Nima degan gap desa, "Vallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha." Allah sizlarni tuproqdan yaratdi, yer sharini yaratdi va yer sharini gullantirishni talab qildi dedi. Biz namozlarimiz bilan, iymonlarimiz bilan, zakatlarimiz bilan, ro'zalarimiz bilan, külemleşken zavodlarimiz bilan, pirmillarimiz bilan, savdo sanoatlarimiz bilan, harbiy qurollarimiz bilan, muntazam askarlarimiz bilan, yuğan chigir atılgan şirketler bilan dunyoni gullantirish mana bu ibodat. Bu yerdagi sen o'lgach Alloh ibodat qil degan mana shuni ko'rsatadi. Bu yerda Ramazondan bo'lmaydi demoqchi. Ama Allah'ın beytini, mescidini zavoddan o'xshash. Albatta niyat, yaxshi niyat qilsa hammasi ibodat sanalishida gap yo'q. Bir insonning hatto bu dinimiz akşamız berib o'zimizdan bir uftab rahatlanib uxlashimiz chog'liq mushu o'zimizning ro'yatini chiqaradigan ish. Hattoki ayollik bir munosabatnimi güzel niyet bilan ibodatga aylantirgan dinimiz albatta har qanday bir ishni niyat qilib güzel niyat qilsak ibodat sanishi albatta har qanday bir aqlga ixtilof qilishmaydigan masala bo'lishi mumkin. Ammo endi
Yo'q, masjid Allohning buyutullahi fil ard zimindagi uylari bo'lgan masjidni masalan zavodga o'xshash deb sanab qolsak, masalan, o'z vaqtida payg'ambar alayhisalom masjidi nim bo'ldi masjidda. U masjid turib davlat idora qilinadi, qilinmadi. İdora qilindi, ammo ismi masjid edi. İsmi masjidda shunami? İsmi zavod kan aytadi. Ammo fazilat jihatdan, mohiyat jihatdan o'xshaydi. Ism jihatdan farq qiladi. Mening deginim, bu yerda deginim hamda to'g'ri masjidningki muqaddasligi, ulug'ligi gap yo'q. Ayrim bir narsa bo'lishi kerak. Lekin bizda mushunda on ash zavod ishlaganda men masjid Allohga ibodat qilyapman degan onga kelish kerak. Voy bizdaşda gap ya, voy mau dunyolik ish. Men masjidga kirib ibodat qilay deb. Unda ish yo'q, dinda unda gap yo'q. Hozir holimiz nima bo'ldi shuningga? Mash ibodat deganni xato tushunib, wa'bud robbaka hatta yatika yaqin degan ibodatni xato tushunib nima bo'ldi? Bu kelgan chapinim mening emas, men ishlatgan mikrofon mening emas. Bütün musulmonlar mencha buni ayrim sanashimiz kerak deb. Ya shu mushun nada yasaldi, zavod yasalganda? Albatta. Mening bu yerda demoqchi o'g'lim, bu yerda o'qish. Masalan, bir inson, men demoqchi o'g'lim, bir inson mesela Rasulullah mescitte okuyan namaz bilen cemaat bilen uyanda okuyan namazdan otursa 27'te hessi fark var dedi. Bir insan kopup bir gen diyemeydi ki mescid zavutumda ben okuyatıma zavutta okuyan namazdan uyamda okuyan namazdan men dedim namazını zavutta okumaydı mescitte okuydu. Ama zavutki kılıvatkan işinin zavut kılıvatkan işlep çıkırış o mu ibadet demekçi. Onun mesleği yok. Onun mesleğinden biri geldi. Benim için demek canım. Tamam. Hele mening deganda bu yerda demoqchi odam kishilar nurg'un odamlar zavod ishlashni, korxona qurishni, tajriba olib berishni hammasini bu dunyolik ishlar bilib olgan odam bo'lar. Xuddi savob bo'lmaydigandek. Hatto mush televizor masalasidan masalan nurg'un insonlar tashviqot masalasiga Qur'oni Karimda vajahid bihim jihadan kabira deydi. Sen bu Qur'on bilan cho'ng jihodni qil deydi. Bu oyat nada nozil bo'lgan sizlar Makkada nozil bo'lgan. Mekke'de nazil bo'lgan jihad qachon farz bo'lgan? Madinada farz bo'lgan. Shu o'ylama Qur'onlik jihad Madinada farz bo'lgan. Bu yerdagi cho'ng jihad nima bo'lsa e'lon qilish, dinni tashviq qilish degan. Bu tashviqot. Kim haqni so'zlasa, u din. Kim haqni gap qilsa, kofirlarning abdibashasini ep tashlasa, kofir zolimlarga, ya'ni kofirdan maqsad zolim kofirlarning qarshi turish uchun tashviqot qilsa, demak u da'vat qildi degan gap. Şunun için bizningki masjidlar qilgan ibodatlarimizning savob bo'lgandek zavod qilgan ishlarimiz bu inshaalloh musulmonlarning gulinishi, musulmonlarning izzat obro'yi, musulmonlar o'zining ehtiyojini o'zi ishlab chiqarish niyati bilan qilinsa, zavod, masjid hammasi ibodat qilgan o'rin demakchi. Albatta, zaminning hammasini Robbim bizga uchun ibodat qilgan. Bu kengri zaminda har sohadagi inson o'zining sohasida turib Allah'ın dinine hizmet kılan müddetçe ibadet sanıldığınlık gap yok. Ama Beytullah Allah'ın öyleri yine özününki mukaddeslik nimesi var. Mukaddeslik nimesi de ayrım bir itibarga eline gerek inşallah. Hoş hem de mesela nurgullarımız hem de maşa roza Ramazan çıkıp ketkendeyken Peygamber Efendimiz'den bu roz doğruluk bergen hoş bişaretleri Allah'ın bergen verdiği asasen ama iş tüygendek oylab qaldığan işler oldu bu şu bir insanınki rozsunun qabul qilinib aşu Peygamber Efendimiz'den hadisi bişaret bilgen mağfiret qilinganlarning qatoridan bo'lganligini o insan qaysi alametler bilan bilalaydi. Amda şu ibadatning bo'lish masalasi nurg'unlarimiz g'aflat qilgan masala. Ibodat qilib oldik-ku deblam, xo'shal ketimiz. Şu bu ibodat qabul bo'ldimi, bu bak hammamiz g'am qilgan masala. Shuning uchun bu şu ibodatningki men qarindoshlarimga tavsiya qilaman. Ramazonni tövbe istig'for bilan tamomlash kerak. Nimishqa desa, amda masalan qancha ibodat qilsak shu payg'ambarlarda qilamiz amda. Şunda ko. Adem Aleyhisselam dedi. Rabbana zalamna anfusana ve illam taghfir lana ve tarhamna lanakunanna minel khasirin. Ey Allah, men özümge zulm qilgan insonga men xatolaşdım degan gap. İbadet qilish jarayonida xatolaşimiz hamda. Xo'sh. İbadetni rasmiy o'lchamda qilishmi oson gap emas. Şu müşahede adil kallam keldi. Bir insan Allah'ın hikmetinden ulug'ligiga qarab. Mesela bir insan yani normalde aklımızla oylasak
bir günahni bir xato ishni ishlab qo'ysak, ondan keyin astag'firulloh Allohga ey Alloh, men sendan mag'firat talab qilaman, meni kechirgin deb tilaymiz qo'yamdi. Ya'ni dinimizdagi eng muhim narsa bo'lgan namoz o'qib bo'lgan bir mu'min har kuni namoz o'qiymiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum deb bo'lgan astag'firulloh taala min kulli dhanb. Siz salom berib bo'lma alhamdulillah demay, mantiq bo'yicha bo'lganda bir ibodatni ado qilib oldim alhamdulillah deb shukr etishning o'rniga meni kechirgin deb astag'firullah, xuddi bir gunoh ishlab ondan keyin salom bergandeklar. Bu degan gap siz degandek shu, ya'ni ibodat qilgan bo'lsakmi, bir yaxshini qilgan bo'lsakmi, buni to'g'ri qila oldikmi, qilolmadikmi? Mu'minning qanchalik Allohning oldida kamtar bo'lishi, o'zini to'van ko'rish kerak ekanligini aslida o'sha ibodatimiz bu. Shuni mu'min degan kim u desa, umid bilan qo'rqish ichida yashaydi deydi. %50'lik. %50'lik. Bir tarafdan qo'rqib turdi, bir tarafdan Allohning rahmatidan. Masalan, Musa alayhisalom, Robbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ey Alloh, men o'zimga zulm qildim, ya'ni gunoh o'tkazib qo'ydim, meni kechir degan gapchi. Masalan, Ibrohim alayhisalom, vallazi atma'u ay yaghfira li khati'ati yawmiddin. Meningki tamom qilgan ishim hisob kunsi Allohning mening xatoligimni kechirishi deydi. Shuning uchun bu payg'ambarlarning hammasi mushta degan, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam degan. Endi birinchi qilgan ishimiz biz ibodatni qilib qo'ydik-ku, bo'ldi-ku, qanday olamiz 30 kun Ramazon tutaqdi emas. Mushu Ramazon tutish jarayonidagi kamchiligim, o'tkazib qo'ygan xatoligim, mush ibodatni Allohning ulug'iga loyiq ravishda qilmaganligimni kechirib o'tgan ey Alloh deb tavba istig'for etish bek muhim. Endi bu amallarninki qabul bo'lish bo'lmasligi hammamiz bilamiz, bir amalning qabul bo'lishi birinchisi niyat xolis bo'lish. Niyat xolis nima degan gap? Mush qilgan ishimizninki faqat Alloh rizoligi uchun bo'lishi, %100 Alloh rizoligi uchun bo'lish kerak. 99% Alloh rizoligi uchun 1% ga yoki undaq yoki mandaq g'araz aralashib qolsa, bu amalni Alloh qabul qilmaydi. İkincisi bu amel Kur'an hadisinin ruhiga uygun bo'lish kerak. Bunda deganligimiz o tarafdan ibodatni beni keşf qilsak bo'lmaydi. Chunki ibodatni qanday ibodat qilishni Allohning payg'ambari biz o'rgatib qo'ygan. İbadet keşfiyat yok. Dünyada nimini keşf qilsan keşf qil. Belki Allohning bir sifati va al-badi' deydigan. Nima? Ya'ni keşf al-xoliq, yo'q yerdan yaratuvchi deb. Alloh keşf qilganlarni yaxshi ko'radi. Chunki Alloh o'zi keşf qiluvchi. Amma alaqma ibodatda keşf qilish qat'iy bo'lmaydi. Bir narsani paydo qilish qat'iy bo'lmaydi. Ming yaxshilab o'ylab olsan, Qur'on hadisda tilga ilingan ibodat bo'lish kerak. Mush ikki shart topilgan ibodat qabul bo'ladi. Endi salaf solihlarimiz abiyasil bir deb o'tla 5 oyna 6 oy ey Alloh bizni Ramazonga yetkazsang deb duo qildi. Nima uchunsa Ramazonning ulug'ligidan. Ramazonni tugatgandan keyin 6 oy ya Alloh mash Ramazonda qilgan ibodatimni qabul qil deb duo qiladi. Demak, bu shuningga Qur'oni Karimda vallazina yu'tuna ma ataw va qulubuhum wajila annahum ila robbihim raji'un deydi. Ular o'zlariga berilganlarni berudi deydi. Ya'ni Alloh bergan pul molni sarf qildi va qulubuhum wajila deydi. Qalblar bo'lsa g'al titirgan deydi. Qalblar titirgan holatda Alloh berganni berudi deydi. Nima uchun titraydi bo'lsa, Alloh qabul qilamo deb. Nima? Siz masalan anati yaxshi ko'rgan bir odamlar bo'lib qolsa, uningga bir hadiya bermoqchi. Sizning hadiya elishlari sizga nisbatan eng xo'shallik ish. Ammo ash odamga yoritib, ash odam yaxshi ko'rdak hadiya elish sizning uchun g'amlar bo'ldi deyman. Nima emasmi? Nima olsam ko'ngli bo'ldi deb bir yara deb. Shuna o'xshash bu ibodatninki qabul bo'lishi chuqum odamninki g'am basilgan bir masala. Shuni Abu Talib Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhu sizlar amalga qanchalik ko'ngil bo'lsanglar, şu amalinglarning qabul bo'lishiga ham shunda ko'ngil bo'linglar dedi. Chunki Alloh subhanahu va taolo innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Mahiyatda Allah subhanahu wa ta'ala fakat taqvodorlarning amalini qabul qildi dedi. Qabul qilish masalasi ajoyib masala. Men deyman bir insonning mush dunyoda bir amal qabul bo'lib qolsa, shu amal bilan Allohning oldida qutuldim. Shu amal bilan bir necha amal qabul bo'lib qolsa, shuning uchun qabul bo'lishini tilash bu eng muhim masala.
Hamda mush qubul bo'lganlikninki alomatlari. Alomatlarini deyli. Masalan, mush amalim qubul bo'lganmidi, qubul bo'lmasa, birinchisi yaxshilikdan keyin yaxshilik qilish deydi ularimiz. Mush Ramazondan keyin Ramazonda yaxshilik qildikmi, qilmadikmi? Ro'za tutdik, tarovih o'qidik, sadaqa fitrvadik, og'zimizni yomon gapdan saqladik, qo'limizni yomon harakatdan saqladik, bir odam bilan urushmadik, g'aybat qilmadik, shikoyat qilmadik. Buning hammasi yaxshimi, yaxshi emasmi? Mush ishning davomlashishi deydi. Ya'ni al-hasanatu ba'dal hasana deydi. Sizning Ramazonda qilgan yaxshi amallaring shuni davomining davom qilishi deydi. Chunki sening yaxshi amalingning davom qilishi sening amalingning Allohning dargohida qabul bo'lganligini va sendan Allohning rozi bo'lganligining alomati deydi. Chunki rozi bo'lmasa, o amal Alloh sen davom qilishga seni muvaffaq qilmaydi deydi. Chunki har qanday bir yaxshini Alloh muvaffaq qilmasa biz qila olmaymiz. Chunki siz nurg'un yaxshini o'ylaylar, sizmi o'ylaylar, men o'ylayman shuni, ammo o'ylagan yaxshimizni qanchalik qila olamiz? 100dan 1ni yoki 2ni qila olamiz. Chunki mushning Alloh muvaffaq qildi, qani muvaffaq qilmadi bizni. Tamam? Ikkinchisi mana Ramazondan keyin deydi. Ramazondan keyin bir taat ibodatning huzurini his qilish deydi. Qalbingda bunday bir oy ro'za tutib, qalbingda shu islomga, iymon bilan bo'lgan, ya'ni Alloh bilan bo'lgan aloqangda qalbingda bir yo'riqlama paydo bo'lishi deydi. O'zini xuddi Allohga yaqinlashganday bir his qilish tuyg'usi deydi. Bumi amalninki qabul bo'lganligi deydi. Chunki nima uchun da bo'lsa, payg'ambar alayhisalom mu'min deydi. Savoblik ishlari mu'minni xushal qildi, gunoh ishlab qolsa qalbiga g'amkin bosadi deydi. Adaki mu'min emas-ku. Savoblik ish qilsa shikoyat qilib, shu patatan qilib, minnat qilib, yomon ish qilsa o'ziga bana tepib, voy men asli qilmaydi, asli mandaq deb, o'ziga yuqlan sababini ko'rsatib mandaq qildi. Mu'min bu qolsa shu bir savoblik ishni qilsa ko'ngli xush bo'ldi deydi. Bir savoblik ishni qilmay qolsa yoki bir yomon ishni qilib qolsa qalbi g'am bosadi. Mana bu amalning qabul bo'lgani. Uchinchisi shu tavba qilish deydi. Men abiya dedim ya. Shu tövbe qila olsa, shu tövbe qilganlikmi Alloh subhanahu va taolaning amri. Chunki nima ish qilsa, bu tövbe qilish Alloh bir inson tövbe qila olsa deydi. Allohning bu insonni eng yaxshi ko'rganligini bildirdi deydi. Chunki bir insonni o'lib ketishdan burun og'izni tövbega akilalishi Allohning o insonni ajoyib yaxshi ko'rganligi va insonga bergan Allohning mukofoti. Qur'on oyatda bor, innalloha yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin. Alloh tövbe qilishni yaxshi ko'radi. Shuningga bir gap bor. Bir tövbe qilgan, bir gunoh qilib tövbe qilgan inson gunoh qilmay tövbe qilmagan insondan suyumlik deydi. Gunoh qilib, haqiqiy tövbe qilib Allohga yig'lab, Allohning bu so'g'isiga ingakni surkigan musulmon tövbe qilmay, gunohni o'tkazmay, tövbe qilmay, ha deb akan qarg'ay deb turgan musulmondan afzal deydi. Beshinchisi yoki mush amalim qabul bo'lganmidi, bo'lmaganmidi deb mushundoq bir xil iztirob chiqishi, ansirishi amalning qabul bo'lganligini bildiradi. Ondan keyingisi, ondan keyingi alomati ham shundan to'xtaylik. Mush odamning deydi. Mushu Allohning diniga va musulmonlarga bo'lgan muhabbati oshdimi yoki kamladimi? Diniga bo'lgan muhabbat qanday bo'ldi? Mana bir oyramiz qanday ekan? Allohga bo'lgan muhabbati cho. Allohning diniga bo'lgan, musulmonlarga bo'lgan muhabbati bir o'zgarish bormi yo'qmi deydi. Chunki bu al-vala val bara degan shuchu. Al-vala degan gap, ya'ni Allohga, musulmonlarga, dinga sodiq bo'lishni ko'rsatadi. Bir oy Ramazon tutib, senda mana diningga, islomingga, musulmonlarga bo'lgan sadoqatni ochmadimi? Mush orqali amalning qabul bo'lgan bo'lmaganligini bildan bo'lsa deb. Buniki eng xatarli bir qismini abiya dedim. Ya'ni amalning qabul bo'lgan bo'lmaganligining yana bir eng cho'ng alomatlaridan birisi, sen mush bir oy Ramazon tutishdan burunqi ahvoling bilan bir oy Ramazon tutganki keyingi ahvolingni qo'ling ep qo'yib turib selishtirib baqtaydi.
o'xshashib qolsa seni amaling chatoq, o'zgarish bo'lsa, sal ma'quling, sal ig'irlashgan bo'lsa, amaling qabul bo'lgan bo'ldi. Hakikaten Rabbim inşallah şu güzel, baxtli umidlardan qilsin. Ahirda sözlerde şu günah qilmay, hem tövbe qilmay, mag'rurlanib qolgan insonning xatarlik ekanligini tilganlar. Dalmishada hem inson nurg'un yaxshilarni qildi Ramazonda, nurg'un xayr saxovat ishlarini qildi. Bu shu qilgan ishlarida menda o'zidan ajablanib ba'zilar insan bu süftilen düşüp kalmayı değil olmaydı hem de. Doğru. Acaba nurgun işte kuvvetten olmayan özüge temenni koyduğun, acablanıp kaldığın, özünü çoğun görüp kaldığın, bunda bir hissiyat hikap kaldığın işler var. Bu bak yaxşı iş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbide zerreçilik, kibirlik bir adam cennet girmeydi o degen. Bu belki yaxşı iştir de, belki yaman iş mi, yaxşı mı? Qasi. Bu belki yaxşı iş. Mesela hazır degan so'allar yaxshi demek. So'allar belki yaxshi olur. Nima ish qilsa, bütün amallarni yo'q qiladigan amal mash kibirlik. Bütün hamma yani özünü bir narsa çağlab qilish. Bir narsani chaqlab qilish yoki o'zini boshqalardan afzal o'ylab qilish. O'zi afzal o'ylab qilish. Hatto men deyman-ku, bunda qarab beqib, yo, mening qaragan chaqda men tuzuk musulmonka desak ham bo'lmaydi. Nima ish qilsa desa, sen bu ko'rganga hukm qilsa, ama onun Allah bilan qanday aloqasi va ishqasimiz bilmaymiz. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qalbida zarrachilik kibr bor odam jannatga kirmaydi dedi. Ana bir oy ro'zani tutib olib, bizga bir oy ro'zani tutib qo'ydik. Yo'qda ro'za tutmalığa yoki bunda ba'zi odamlar deb mundaq qilish baqay. Fayz o'tkazmoqchiman bir Ramazonda. Qanday qilishimiz kerak? Ro'za tutgan bo'lsak, ya Allah, meni mana shu ro'zamni qabul qilgin deb. Ro'za tutmaganlarni ko'rsak, balki mushning ro'za tutmaslik bir sabab bordi. Yoki mush qarindishim dinni tushunmagandi. Yoki deb, yoki bo'lsa, ey Allah, mush qarindishimni bir hidoyat qilsan deb duo qilish. Ammo unda qarab, mushni men jannatga kirmanjimi? Yoki ma o jannatga kirib qolsa bizmi kirimizmi? Mush kirgan yerda juma deb menda bir mag'rurlanib qilish bu xatarlik yana. Chunki Qur'oni Karimda "Wala tamnun tastaksir" deydi. Qilgan ishingni ko'p sanab minnat qilma. Yamunnuna alayka islamahum balillahu yamunnu alaykum an hadakum deydi. Ey Muhammed, ular sizning o'zlaringiz musulmon deb sana minnat qildi va islom ko'rdik, musulmon bo'ldik, uni qo'llab. Balki Alloh sana minnat qildiki, Alloh seni shu islomga akirib qo'ydi deydi. Sen kirib qo'ydi Alloh subhanahu va taolo hidoyat qilib. Sen nimang foatsa? Shuning uchun shu Ramazonda mush ishdan, shuning Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo bir oyat va bu oyatda nima deydi deslar? "Va badalahum minallohi ma lam yakunu yahtasibun" deydi. Ular o'ylab paxmagan ishlari qiyomat kuni oshkor bo'ldi deydi. Ma lam yakunu yahtasibun. Ular qat'iy o'ylab baxmagan bir ishlar oshkor bo'ldi degan oyatga o'limalar mushu riyoxurlik, o'ziga tamanno qo'yish yoki nifoqlik, munofiqlik degan. Bu inson bilmaydigan ishlarmi deydi. Inson o'zidan faxrlanish, o'zini hadis sharifda nima deydi? Salasa muhlikat deydi. 3 narsa va insonni butunlay yo'qotadigan, halok qiladigan deydi. Shunda i'jabu kulli zi ra'in bi ray. Hammadan akan qarg'ay mening rost deb deydi. Shuning uchun bu bir oy Ramazonni tutib olib yoki bir qilib men andaq qilib faxrlanishga, takabbur qilishga bo'lmaydi. Bu vaqtda so'zlab qolsak natija hadislar bor. Balki gunohkor jannatga ketib ma'vo degandan birisi do'zax kirib qolgan nurg'un vaqaliklar bor. Onu so'zlasak uzrab ketadi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bizni kibrdan, manmanchilikdan va manlik havisidan, voy men deydigan o'z mabtullik kesildan Alloh subhanahu va taolo saqlasin. Bu bak ig'ir kesal. Balki men eng Allohning ojiz quli, men eng Allohga yaxshi ibodat qilgan bir bechara, men eng bir musulmonlar uchun xizmat qilayotgan bir bechara, men tirishay deb, ya'ni boshqalarni, payg'ambar sallallohu bir hadisi bor. Bir odamni past ko'rishing sana yet boshlagan jinoyat dedi. Kafa bil mar'i isman ay yuhaqqira akha dedi. Bir qarindishni past ko'rish bu insonga yetib ish bag'idagi jinoyat dedi.
Allah bir her bir Müslümanı bundan saklasın. Bayımız oldu, akıllılığımız oldu, hayatımızı utuq kazangan buldu. Senin muşunun hemmesi Allah'ın bəgini. O senin gumpan arkalı boğan iş emas. O nurgun ilim, akıllık kemiğallah var. Şuna ko. Tamam. Bu Allah bəgəllər bu Allah'ın bana nimeti edip bu arkalık bendelerge yoğançılık kılışqa. Meyli taat, ibadet olsun, pul mal olsun, yüz abroy olsun, ilim, mərifət olsun. Onun olan Allah'ın bendelerge çoğun çalışqa katı bulmaydı. Allah subhanahu wa ta'ala aldı öden meni bütün Müslümanlarını bundan saklasın. Amin. Köptün rahmet. Allah razı olsun. Bugünkü programımızın inşallah ahırlaştı. İnşallah Rabbim ömür verse ahirki sahnemiz bilen ikram aldığı kelimiz köptün rahmet. Kadirlik körülmenlerimiz şuna kılıp Ramazan'dan keyin şu diyen mavzuluk. Bugünkü programımız ama ahira geldik. Hakikaten sözlep ötülgenler birbirinden muhim. Davamlılık isimizi saklaşımız gerek boğan meseleler söylendi inşallah. Bunun ruhiga uygun şekilde yaşap en ahırda söylengen bu şeytanına hatta melun kıvatken şu şeytanma men digellik üçün men yaxşıtım Adem aleyhisselamdan ana hayrun minhu digellik üçün Allah'ın rahmetinden qoğlandı bulup ta kıyamet kışı lanetlendi ve insanlarını azdırıp mevutuna. Demek menlik, men deyiş, özünün acepleniş, özünün kılvetken işini çoğun biliş, çoğun bilip qilish, bularning hammasi acayip xatarlik narsa ekanligi söylendi. Güzel bir ibadet iyi bo'lgan bu aydan chiqib, nurg'un yaxshiliklarni qilib olgan bo'lishimiz mumkin. Har birimiz o'zimizga tushliq. Ammo hech birini, yani Rabbimning oldida, büyük bir Allohning oldida men hech nima ish qilolmadim ya Rabbi, sana loyiq bir ish qilolmadim deb kamtarlik bilan Allohga bo'yin egadigan majburiyatdamiz qadrli qarindoshlar. Rabbim bu tuyg'u bilan amallarimizni Rabbimga yo'llash, Rabbimning dargohiga avatish tuyg'usida qilsin, shuurida qilsin bizning hammamizni va amallarimizning hammasini o'z dargohida maqbul amallardan qilsin. İnşallah ata kecha ömür bersa Rabbim ata eng oxirgi programmamiz bilan ekranlarda bo'lamiz. Sizlar bilan xo'shlashimiz, albatta oxir xo'shlashimiz bo'lmaydi albatta. Bundan keyin yana pat-pat programmalar bo'lib turamiz. Bu mübarek güzel ay chiqib ketgan bo'ldi hamda atidan keyin. Ati ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Kullul qulub ila al-habib tamilu wa ma'i bihadha shahidun wa dalilu amma ad-dalil إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل